shu fuqarolar uchun qo'limdan kelgancha xizmat qilishga tayyor. Men o'zim Samarqand viloyati Pazarboq tumanida tug'ilganman. 1988-yilda Pazarboq tumanida tug'ilib, Samarqand shahrida katta bo'lganman. O'zimizning mahallamizda joylashgan birinchi maktabni tugatganman. O'zimizning mahallamizda joylashgan akademik litseyni tugatganman. 2014-yilda Samarqand qishloq xo'jalik institutining iqtisodiy fakultetini tugatib, 2017-yildan buyon shu mahallada ishlab faoliyat yuritib kelyapman. 2022-yildan to hozirgi kungacha shu mahallada yoshlar yetakchisi lavozimida ishlab kelyapman. Xabarlaringiz bor. Endi nasib bo'lsa tarjima holim qisqacha shundan iborat. Rejalarim ko'p. Nasib bo'lsa Xudo xohlasa hammasi oldinda qo'limdan kelgancha shu mahalla uchun, rivoji uchun O'zbekiston Respublikasi qonun qoidalar, prezidentimizning farmonlari va qarorlariga kelib chiqqan holda og'ishmasdan, qonun buzarliklarga yo'l qo'ymasdan, fuqarolar manfaati uchun harakat qilib ishlashga so'z beraman.